Assalomu alaykum hammaga, hurmatli o'quvchilar, yaxshimisizlar? Xo'p, biz nimada davom etyapmiz, hurmatli o'quvchilar? Istanbul yabanchilari uchun dars kitobi A2 darajasini davom etayotgan edik. Xo'p, o'tgan darsda nimani o'tdik? 3-unit A bo'limini to'liq tushuntirib bergandim. Xo'p, darsni boshlashimizdan oldin, 3-unit B qismini boshlashimizdan oldin qisqa eslatma har darsda boshida aytadiganim. Bu videoyimiz sizni qo'lingizga aynan siz YouTube'da ko'rib o'tirgan paytingizda yoki aynan turk tili bo'yicha qidirganingizda chiqqan bo'lsa, demakki siz turk tilini noldan o'rganmoqchisiz. Bu video sizni qo'lingizga bekriga yetib bormadi. Albatta bu videolarimizni boshidan oxirigacha ketma-ketlikda ko'rishingizni tavsiya qilaman. Ya'ni bir darsimiz undan oldingi darsga uzviy bog'liq bo'ladi. Xo'p, siz hozirgi momentda sizni qo'lingizga shu A2 daraja videoyimiz chiqqan bo'lsa, endi siz A1 dan boshlamoqchi bo'lgan bo'lsangiz, playlistga o'tasiz, ya'ni kanalimizga a'zo bo'lasiz va playlist qismini ochasiz. Ochgan paytingizda A1 daraja bo'yicha nima yozilgan? Darslar yozilgan A1 daraja playlistiga kirib turib, noldan, ya'ni birinchi boshidan boshlab yuklab qo'ygan videolarimni ketma-ketlikda tugatasiz A1 darajani, keyin A2 ga o'tasiz. Agarda darajangiz 0 bo'lsa, yo'q, siz A1 da tugatib keldingiz. Endi sizni qo'lingizga A2 uchun qidirganingiz uchun bu chiqdi. Endi siz 3-unitni to'g'ri topgan bo'lsangiz, endi nima qilasiz? Buni 1-unitidan boshlab ko'rib chiqasiz. A2 darajaning 1-uniti. Yokida sizning darajangiz B1 bo'lyapti, hurmatli o'quvchilar. Hozirgi momentda bu videoni yozayotgan paytimda hali B1 da YouTube'ga joylamaganman. Nasib qilsa, bu videoni ko'rayotgan paytingizda nasib holatida nima qilinadi? B1, B2, J1 yoki J2 gacha ham yuklab qo'ygan bo'lishi mumkin bo'ladi. Nasib qilsa kelajakda. Sizni qo'lingizga hozir qaysi vaqtda yetib borishini bilmayman. Qo'lingizga qaysi qismda, qanaqa holatda yetib kelganini bilmadim, lekin siz albatta turk tilini noldan boshlab o'rganishingiz kerak bo'ladi. Bu nima uchun muhim bo'lyapti hozir O'zbekistonda? Turk tili bakalavr imtihoniga kiruvchilar uchun ham muhim bo'lyapti. Qaysi? Chet tili bo'limini to'liq yopib beryapti. B2 darajamiz. B1 emas, B2. Xo'p, endi keyingi qismda magistratura. Bakalavr bitirgansiz yoki bakalavrda yakuniy 4-bosqichida yoki medinstitutlar bo'layotgan bo'lsa, universitetlar 5-bosqichida o'qiyapsiz. Sizga обязательный nima kerak bo'ladi? Til sertifikati kerak bo'ladi. Xoh u ingliz tili bo'lsin, nemis tili bo'lsin, koreys tili. Shu bizda o'taydigan jamiki nechta tilda bo'layotgan bo'lsa, xalqaro milliy sertifikatlar kerak bo'ladi. Bulardan bizning tilimizga eng yaqini va tez fursatda o'rganib natija olishi mumkin bo'lgani turk tili. Chunki o'zimizda o'zbek tili ham turkiy til oilasiga tegishli, hurmatli o'quvchilar. Shuning uchun turk tilini noldan boshlab o'rganish uchun, sertifikatga chiqish uchun ko'p vaqt talab etilmaydi. Maksimum B2 da daraja olish uchun 3 oydan 5 oy oralig'igacha vaqt ketadi. Nima uchun 5 oy ustoz demoqchi bo'lishingiz mumkin. O'quvchini shaxsiy bir kunda dars uchun ajratadigan vaqtiga va qanchalik maksimal darajada harakat qilishiga bog'liq bo'lib, 2 oy, 3 oydan ham kam bor vaqt o'rganishi mumkin. Yokida 5 oygacha maksimum o'rganishi mumkin. Hurmatli o'quvchilar. Endi bu video sizga yetib bordi, qo'lingizga keldi, ko'ryapsiz, ochib ko'ryapsiz. Boshida ko'rgan paytida o'tkazib yubormang bu videoni. Hurmatli o'quvchilar, ochdingiz, ko'ryapsiz, o'tkazib yubormang. Sababi nimada? Bu qismda har bir videoni eng boshida tushuntirib o'taman. Bundan keyingilarda ipidan ikkinagisigacha deydi-yu, xuddi o'sha holatda tushuntirib beryapman mavzularni. Keyin sizlardan xursand bo'lganim, kommentlar qismiga meni qo'llab, omad tilayman aka, davom eting deb yozayotgan ilk meni obunachilarim, ukalarim, singillarim. Xullas, sizlarga nima qilaman? Maksimum darajada yordam beryapman va bu narsani davom etaman. Faqat sizlardan faqatgina bitta iltimos nima bo'ladi? Shu kanalni rivoji uchun, shu kanalga obuna bo'ling. O'zingizning shaxsiy rivojlanish uchun ham bu muhim bo'ladi. Va albatta like belgisini bosing, yoqqan bo'lsa videoyimiz va oxirida komment qismida omad yokida davom eting aka, ustoz yoki shunga o'xshagan so'zlar bilan meni pardishga, ya'ni qo'llab-quvvatlab turishingizni iltimos qilardim. Bu narsa menga nimaga yordam beradi? Shu videolar ustida tinimsiz ishlashimga,
yana ham yaxshi harakat qilib turib, video sifatini oshirib, darslarimizni yana ham yuqori darajagacha olib chiqishim uchun yordam beradi. İlk boshlovchi sifatida umuman YouTube platformasiga oldin ham kirib ko'rganman, lekin professional darajaga chiqish holatigacha chiqib borishimga ilk qadam shu videolarimni boshlab, ilmimni, bilimimni, o'rganganlarimni sizlar bilan ulashish uchun bu ishni boshladim. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, kirish qismi juda uzun bo'lib ketganiga e'tibor bermanglar. Bu narsa sizlar uchun foydali, albatta, eshitishlaringiz. Keyin bu kanalda qisqacha har darsda ozgina ma'lumot berib kelyapman. Kanalning maqsadi nima? Faqat turk tili bilan cheklanishim yo'q. Kanalning maqsadi turk tilini nima qilish? Noldan to J2 darajagacha grammatikasini to'liq qamrab olish. Undan keyingi qismda esa ikki xil sertifikatimiz asosan rol o'ynayapti hozir O'zbekistonda. Xalqaro TS sertifikati. Turkiya va O'zbekistonga bir xilda o'tadigan sertifikat. Undan keyingi o'zimizda milliy sertifikat. Birinchi o'rinda bu J2 darajagacha grammatika qismimizda sizlar poddeshka qo'llab-quvvatlashingiz yordam holatida berib tursangiz, doimiy ravishda videolarimizni tarqatib, tanishlaringizga yuborib turgan holatingizda meni kengayishimizga, ya'ni kanalimizni rivojiga o'z hissangiz qo'shib turgan holatingiz bo'lib tursa, nasib qilsa, nima qilaman? J2 darajagacha turk tilini tugataman, tekin ravishda YouTube'da o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Va qo'shimcha milliy sertifikatda 4 ta bo'limi bor, hurmatli o'quvchilar. Bu qaysilar? O'qima, dinlama, yozma va keyingisi ko'nishma bo'limi. Har bir qismidan batafsil ma'lumot beradigan videolar chiqaraman. Tahlil darslari qilib beraman. O'qimani ayniqsa qaysi bo'limda ko'p qiynaladi o'quvchilar, yozmasi bilan ko'nishmada. Bu tabiiy holat va qo'shimchasiga o'qima qismida qiynalayotgan o'quvchilarimiz bor. Tahlilda, ya'ni qaysi bo'lim qanaqa tartibda yoziladi, qaysi testlar vaqtdan yutish ehtimoli qancha bo'ladi, testlarni yechayotgan bo'lsak, xullas, shifrovka qanaqa tartibda yechishlarini batafsil ko'rib tushuntirib beraman. Hurmatli o'quvchilar, faqatgina sizlardan poddeshka. Sizlarga ishonaman. Xo'p, endi qisqa holatda bu videolarimizni nima qildik? Joylashda davom etyapmiz. Sizlardan aytadigan va iltimos qiladigan gaplarim shunday iborat edi. Xo'p, nima qilamiz endi? Bugun 3-unitimiz B qismini boshladik darsini. Xo'sh, nereye gideceğiz? O'tgan darsda 3-unit A bo'limini nima qilgan edik? O'rgangan edik. Endi bugungi o'rganayotgan qismimiz B qism. O'tgan darsda kelasi zamonda fe'llarda tuslanishini ko'rib bergandim. Bugun nasib qilsa kelasi zamonda otlarda tuslanishini ko'rsatib beraman, batafsil tushuntirib. B qism, nereye gideceğiz? Qayerga ketamiz? Xo'sh, qayerga ketamiz degan savol berib ketilyapti bu yerda. Birinchi o'rinda nima qilaman? Fe'llar shu mavzuga tegishli bo'lgan qismda o'qiyman, gaplarni tarjima qilib beraman va birdaniga grammatika qismini tushuntirishga o'taman. Xo'p, unda o'qishni boshlayman. Doktor olacağım. Doktor bo'laman. Hazır olmayacak. Tayyor bo'lmaydi. Evda olacakmısın? Nima degani? Uyda bo'lasanmi? Yorgun olmayacakmısın? Charchagan bo'lmaysanmi? Yarın bütün gün işte olacağım. Ertaga bütün kunni boshlanishidan oxirigacha işte bo'laman deyapti bu yerda. Ya'ni yarın bütün gün işte olacağım. Bu iş akşama kadar hazır olmayacak. Bu ish oqshomgacha yoki da oqshomga qadar. Ikki xil tarjima qilinadi. Qadarimiz cha qo'shimchasi bo'lishi ham mumkin yoki da qadar bo'lib turib tarjima qilishi mumkin. Hali bu qismlarda mavzular hali bir darajaga o'tgan paytimizda keladi. Nasib qilsa tushuntirib beraman. Darajamiz yuqorilagan sari. Xo'p, bu akşam evde olacakmısın? Bu oqshom uyda bo'lasanmi? Hayır, olmayacağım. Yo'q, bo'lmayman. Xo'p, bu qismda tushundingiz, ha? Ya'ni har bir qismni tarjimasini ko'rib berdim. Endi asosiy qismga o'taman. Hazırlik çalışması o'qima, boshqalarini tahlil qilib bermaysizmi ustoz deydigan bo'lsangiz, buni faqat o'zingiz qilishingiz kerak bo'ladi. Hozirgi dars kitobidan asosiy maqsad videolar joylashning grammatik qismini urg'u bergan holatda sizga tushuntirib berish. Bu qismlarini, boshqa qismlarni ko'rish endi nimada
kerak bo'ladi, boshqa videolar qilsam yoki alohida sizdan taklif tushsa, mana shu A1da o'qimalarni ham tahlil qilib video chiqarib bering ustoz. A2ni, J1nikini ham har bir o'qimasini tahlil qilib bering yoki dinlamalarni tahlil qilib bering ustoz deydigan paytingiz bo'lsa, bunga men alohida post YouTube kanaliga joylayman, Telegramga joylayman. Ovoz qancha ko'p bo'lsa, bu videolarni ham chiqaraman. Ya'ni dars kitobi hali tugallanmaydi. Ya'ni nima, hozirgi qismda maksimum grammatikasini tushuntirgan bo'lsam, ya'ni hozir A1dan boshlab J2 gacha faqatgina urg'u grammatika qismini batafsil ipidan ignasigacha tushuntirib berish meni maqsadim. Qo'shimcha sifatida mana xuddi shu dars kitoblarimizdan o'qima va dinlamalarini tushuntirib bering ustoz. Alohidadan video J2 gacha yuklab bering yokida mana bu o'qimalarni oxirigacha yuklab bering deyishingiz mumkin. U narsani ham ko'rib berishim mumkin. Chalishma kitoblarini ham. Lekin unday video chiqarayotgan bo'lsam, sizlarga foydali bo'lsa chiqarib beraman, lekin meni o'zimda shaxsiy fikrim sizlar uchun bu qismlarini nima qilasiz? O'zingiz ko'rganingiz ma'qul. Va mana meni o'zimda shaxsiy o'sha Telegramda o'taydigan individual onlayn ravishda yoki guruh darslarim bor. Bemalol unga yozilganingizda shular bo'yicha ham savol berib, o'shanda o'rgansangiz foydaliroq bo'ladi. Chunki men hammasini tayyor qilib tushuntirib sizlarga nima qilib berayotgan bo'lsam, o'qima dinlamasini sizlar faqat ko'rasizlar-da, bajarmaysizlar. U narsada o'qish nima edi? Bir marta ko'rib o'tib ketgan bilan ma'lumotni to'liq eslab qolinmaydi. Ma'lumot ustida ma'lum bir muddat ishlanadi, yolg'iz qolinadi kitob bilan. Ana shu holatdagina bitta ilm miyaga kiradi, o'rnashadi. Xo'p, hozir bu qismlarni tashlab ketganim sababini qisqacha tushuntirib o'tdim. Oldin ham aytganman bu qismda. Endi 3-unit B qism. Ism jumlalarida kelajak zamoni. Nima degani? Ot gaplarida kelasi zamon. Umumiy oddiy qilib tushuntirsam, otlarda kelasi zamonga tuslash bugun. O'tgan darsda 3-A unitida, ya'ni 3-bo'lim, unit A bo'limida esa fe'llarda tuslanishini, shaxslarga nisbatan qanday qilinishini hammasini ko'rsatib berdim. Bugungi qismda nimani tushuntirib beryapman endi sizlarga? Otlarda kelasi zamon holatiga moslash, qisqacha tuslash. Ketdi. Qaranglar, hurmatli o'quvchilar. Otlar kelasi zamonda to'g'ridan-to'g'ri yajaq qo'shimchasini olib tuslanmaydi. Kelishdiga, buni to'g'ridan-to'g'ri tuslash mumkin bo'lmagan holat bo'lgani uchun unga yordamchi sifatida nima kiradi? Ol fe'li yordamga keladi. Tushunarli? Ol nima edi bu? Tarjimasi bo'l degani. Bo'l qismini nima qilinadi? Otga qo'shilib turib, aynan biz o'tgan darsda tuslantirib bergan holatimiz, ya'ni fe'lni qanday tuslagan bo'lsak, ol ustida ham, bu ham fe'l-ku. O'sha fe'l ustida ham xuddi o'sha ishlar bajariladi. Sizlar ol fe'lini yajaq qo'shimchasi qanaqa tuslanib qo'shilganini va unga kishilik qo'shimchalarni qanday qo'shganimizni bilsangiz bo'ldi. O'sha narsani o'zgartirasizda, keyin oldidagi otlarni o'zgartirib qo'ysangiz bo'ldi. Kelishdikmi? Xo'sh, hurmatli o'quvchilar, qaranglarda endi har bir qismiga formula yozib beraman oxirrog'ida, lekin asosiy qismda tushuntirib beraman. Tushundingiz-a? Ol holatini tuslanishini ko'rsatib o'tgan momentimda ko'rsatsam, sizlar bemalol tushunib olasizlar. Qaranglar. Bu yerda mutlu degan qism ot berilgan. Bu yerda o'rniga ixtiyoriy ot qo'ying. Ixtiyoriy ot qo'ying. Mana bu yerda anne qo'ygan. Anne olacağım. Ben anne olacağım. Sen anne olacaksın. Sen mutluni o'rniga sen buyuk olacaksın. Sen nima bo'lishing, zengin olacaksın. Boy bo'lasan degani. Senga nisbatan, menga nisbatan olacağım, olacaksın, olacak, olacağız, olacaksınız, olacaklar. Bu xuddi yuqorida 3-unit A bo'limida fe'lni tuslanishini tushuntirganim bilan bir xil, hurmatli o'quvchilar. Shuning uchun agar bu qismni tushunmoqchi bo'lsangiz, 3-unit A bo'limini birinchi ko'rib chiqinglarda, keyin bu qismga o'tinglar, xo'pmi? Men birinchi qismda mana buni tuslanish, ya'ni o'limli o'limsiz qismini tuslanishi bo'yicha hozir nima yozib beraman? Formula yozaman. O'limli so'ri, o'limsiz so'ri qismi bo'yicha bitta formula yozib beraman. Keyin har birini tushuntirib beraman, bo'ldi. Keyin o'rnagini ko'rsatib beraman. Shu bilan bugungi mavzumiz tamomlanadi. Unga ham yaxshigina vaqt ketadi, nasib qilsa. Ketdi, yozishni boshlaymiz. Qaranglar. Birinchi qism o'limli nima edi o'zi? Bo'lishli, ya'ni pozitiv qismi. O'limsiz, bo'lishsiz deyiladi ona tili qism bo'yicha yoki negativ qismi. Tushundingmi?
Hozir nima qilyapman? Formulasini yozyapman. Ot. Birinchi o'rinda ot qism ism. Men hali endi boshida aytganimdek, ot o'z-o'zidan yajak qo'shimchasini olib tuslanmaydi. Unga yordam sifatida all fe'li keladi. Yordamchi fe'l bu kerak bo'ladi bunda. Bu vazifani all fe'li o'z nimasiga olyapti. Kelish degan. Hammasiga bo'laman, bo'lasan. Mana masalan, nima bo'ladi? Bo'lamanmi, bo'lmaymanmi, bo'lmayman desangiz ham bo'ladi. Kelish degan. Xo'p, qaranglar. Tayyor mana bu yajak qismini holatini o'zini bunaqa qilib beraman, yasab beraman sizlarga. Formulasini o'zini ko'rganda o'zi yasab ketadigan bo'lasizlar. Xohlagan narsasini almashtirib, xo'pmi? Birinchi o'rinda ism. Bu ot degani. Ot mana bu o'ldan ajratilgan bo'ladi. Shuning uchun men virgulcha bilan ajratyapman. Sizlar orasida joy bor deb unaqa qilinglar, bir-biriga qo'shilmaydi, xo'pmi? All fe'li plus yajak qaysi qism bo'ladi? Mana bunda yozilardi, katta ikkilik sxemada. Yajak allga yajak tushilib qo'shiladi. Endi men mana bu holatini to'liq birdaniga o'lajak holatini birdaniga tushilib yozsam bo'ladi, lekin siz tushunmay qolasiz. Ya'ni meni maqsadim ipini ignasigacha maydalab tushuntirish bo'lgani uchun har birini chachib olgan holatida tushuntirib ketyapman, xo'pmi? Allga yajak qismi qo'shilgan, undan keyin qo'shiladigan qismi nima bo'ladi? Ha, bu yerda inkor holatini qo'shish esdan chiqibdi, hurmatli o'quvchim. Bu yerda plus qilamizda, ya'ni m katta a plus. Bu keyin qavs ichida bo'ladi. Nima uchun? Agar o'limsiz holatni yasamoqchi bo'lsangiz, gina ma qismini o'lga ikkilik sxema bo'yicha tushilib qo'shasiz. Yo'q, inkor holatini yasamoqchi bo'lmasangiz, nima qilarsiz? O'limsiz holatni yasamasangiz, bu yerga ma'ni chiqarmaysiz. Kelish degan bu ikkita holat uchun. Otlarni bo'lishli shaklini, ya'ni kelasi zamonda bo'lishli shakli va bo'lishsiz shakli bo'yicha formula umumiy. Hop. Ketdi mana. Bu qavs ichida bo'lgani inkor holatda chiqadi. Inkor bo'lmaganda chiqmaydi degani ketdi undan keyin. Yajakdan keyin albatta qaysi qo'shimchalar qo'yiladi? Men hozir yoniga yozib beraman. Bu qo'shimchalarimiz kishilik qo'shimchalari. Uchta shaxs birlik va ko'plikka nisbatan umumiy kishilik qo'shimchalar. Men uchun, sen uchun, u, biz, siz, ular uchun. Xo'pmi? Ya'ni bu nima vazifani bajaradi ustoz desangiz, fe'l holatida men aytardim, fe'lni o'sha kelasi zamonga tushlasak, yajak qismi bilan o'sha ish harakati kelasi zamonda bo'lganini bildirardi va agar kishilik qo'shimchalarni qo'shayotgan bo'lsak, o'sha zamonda tushlangan ish harakati bor zamoni bor-ku, bu kelajak zamon bo'lyapti, balkim o'tmishdir. Kelasi zamonga tushlab qo'ysak ish harakatini va kishilik qo'shimchasini qo'ysak, o'sha zamonda ish harakatini kim bajarganini tushuntiriladi, to'g'rimi? Ot bilan kelayotgan bo'lsa nima bo'ladi desangiz, ot holatida kelasi zamonga tushladik. O'l yordamchi fe'lini olib kelib va unga kishilik qo'shimchalarni qo'shsak, o'sha kelasi zamonda kim nima bo'lishi, kim bo'lishi, kasb bo'lishi mumkin. Ya'ni nima bo'lishi bo'lganida mutlu, zengin, shunaqa narsalar ot keladi. Kasb nomlari kelishi mumkin yoki kim bo'lishi, ona bo'ladimi yoki doktor bo'ladimi yoki shifokor. Endi doktor bilan shifokor bitta deb yuborishingiz mumkin. O'qituvchi bo'ladimi, o'quvchi bo'ladimi yoki talaba bo'ladimi imtihon topshirib. Ya'ni nima? Kelajakda kim bo'lishi, kim nima bo'lishi haqida ma'lumot beramiz. Bu ot qismini tushlash orqali kelasi zamonga kishilik eklarini qo'shganimizda. Xo'pmi? Fe'ldan farqi nima ekan? Ot holatida yajak o'z-o'zidan belirli geçmiş zamonida eslasangiz, unda ana d qo'shimchamiz y qismini chiqish qoidalari bilan otni o'ziga qo'shiladi. Endi bu yerdagi farqi undan. Bunda otga to'g'ridan-to'g'ri nima yajak qo'shilmayapti. Ol fe'li yordamga kelyapti. Bitta narsani qayta-qayta aytganim sababi sizning miyangizga qayta-qayta gapirgan holatda qo'yish. Xo'pmi? Yajak qismidan keyin albatta kishilik eklari. Keyin nimaga ustoz kishida o'zbek tilidagi shni ishlatyapsiz? Buni ham tushuntirib ketganman. Klaviaturani turk tiliga o'tkazib, uni chiqarib yozgunimcha vaqt ketadi. Shuning uchun shni o'zbek tilidagi sh qilib ketyapman. Yo'q, aslida siz yozishingiz kerak. S tagiga ilmoqcha qilib qo'ysangiz, turkchada sh bo'ladi. H-ni o'chirib, xo'pmi? Kishilik eklari. Mana.
Xo'p, bu qaysi qism bo'yicha umumiy tuslanish bo'ldi, hurmatli o'quvchim? Bu mana bu o'limli va o'limsiz holat uchun umumiy qanaqa qoida, ya'ni formula bo'lib qoldi bu. Xo'pmi? Buni men hozir yo'nalish qism uni bergan holatda sizga tushuntirib ko'rsatib o'taman. Mana, qaranglar. Chiroyli qilib. Buni qaytarib qo'yay. Har safar shunda mana. Bu mana bu qism bo'yicha bo'ldi va bu formulamiz mana bu qism bo'yicha ishlayapti. Ma chiqadigan bo'lsa, ma bu qism o'limsiz shaklini yasalgani bo'ladi. Mana bu ma chiqmasa, mana bu o'limli shakli, ya'ni bo'lishli shakli yasaladi. Oldidagi ismni o'zgartirasiz. Mana bu inkor chiqish chiqmasligini va kishilik qo'shimchalaridan qaysi birini foydalanish. Men uchunmi, sen uchun, u, biz, siz, ular uchun qo'llanyapsizmi? Buni yerda o'zgartirasiz. Xo'pmi? Endi men ikkinchi yasaydigan formulam bor. Ikkinchi yasaydigan formulam nima bo'lar ekan? O'limli so'ri va o'limsiz so'rini qanday yasalishini tushuntirib beradigan formula. Shu formula asosida kerakli joylarni o'zgartirsangiz bo'ldi. Kelasi zamonda otni tuslagan holatini yasab olaverasiz. Xo'pmi? Ketdi. Ikkinchi qismda olishdan oldin mana bundagina bunday qilamanda kopirovat qilib olaman. Xo'p, bo'ldi mana. Bu yerdan endi bunday yozsam yaxshiroq tushsa kerak. Qaranglar. Mana bu joylarni o'zgartirib chiqaman. Ism, mutlu, ol, ma inkor holatlari ham, yajak kishilik eklari ham turaveradi. Kishilik eklarini oldidan endi buni yajak qismidagi plyusni oldidan sal joy ochaman. Necha bo'lak bo'ladi bu ustoz desangiz, endi bu 3 bo'lak bo'ladi. Ot, tuslangan fe'l, kelasi zamonga, ya'ni ol fe'li va oxiridagi m so'roq qo'shimchasi bilan kishilik eki bo'ladi. Tushundingmi? Kishilik eklaridan kishilik eki deb qo'ysak, mayda zo'r bo'lardi. Eklari degan holatini. Eki bo'ladi. Xohlagan kishilik ekini qo'shishingiz mumkin. Bu yerdagi qism nima bo'ladi? M katta e bo'ladi. Bu nimani bildiradi? Mayda kishilik ekini oldiga y qismini ortishini berib qo'yaman. Sababi nimada? Aytgan edim. Uchinchi shaxs, birinchi shaxs birlik men va birinchi shaxs ko'plik biz uchun mana bu so'roq qismi, ya'ni m ni oxirida unli bilan tugaydi, to'rtlik sxema, bilasizlar, buni tushuntirilgan. Ko'rib chiqqan bo'lsangiz. Kishilik ekidagi men uchun biz uchun is. Ya'ni so'roq qo'shimchasining oxiri ham unli bilan tugaydi. Mana bu va isni boshi unli bilan boshlanadi. Ya'ni ikkita unli bir bo'lib qolish holatidan qutqarish uchungina y chiqib keladi, undosh qismimiz kelishdiga. Mana bu y qavs ichida turadi. Qachongina foydalanamiz ekan? Birinchi shaxs birlik men uchun har qanday holat, ya'ni so'roq qismlarida-da, o'limli so'ri, o'limsiz so'ri bo'ladimi? Shu qismda foydalanamiz va mana bu biz uchun miyiz degan y ortishi va miyimdagi y ortishi shundan dalolat beradi. Y'ni qachon ishlatamiz ekan? Y birinchi shaxs birlik men uchun, o'limli so'ri, o'limsiz so'rida, birinchi shaxs ko'plik biz uchun, o'limli so'ri, o'limsiz so'rida y chiqib kelar ekan m bilan mana bu kishilik ekidagi is yoki imni bog'lash uchun. Tushuntira oldimmi endi? Batafsil ko'rib beryapman. Bu shuncha darsda yozib, sizlarga YouTube'ga joylaganimdan keyin ham mana shuni ustida o'tirib bepul ravishda mana shu turk tilini o'rganmas ekansiz, vaqtingizni bekorga sarflagan bo'lasiz. Men bitta o'quvchi mana shu darslarimdan foyda olsa ham men uchun katta foyda. Qaysi taraflama? Moddiy taraf, faqatgina moddiy taraf, boshqa narsalar tushunmayman bunda. Kimgadir ilm ulashyapman, mana shu ilmim doimiy qoladi, hurmatli o'quvchim. Buni sizlardan ham iltimos qilaman, shu bilimda ko'proq kishiga foydali bo'lishini tarqatinglar, xo'pmi? Ketdi mana. Yana qavs ichidan ajratib qo'ydim. Xo'p, buni bunday qilib sursam ko'rinib qoladi ana sizlarga. Yaxshiroq bo'ldi. Buni aytgan virgulcha qo'yaman. 3 bo'lakligini bildiradi. 3 qism, xo'pmi? Bu 3 qismdan iborat. Ism alohida turadi. Ol, ma inkor holatini nimani beradi? Mana chiziqda ham ko'rsatay. Mana. Bunimiz bu uchun yasaldi. Qachon bu uchun yasaladi? Mana bu ma chiqib kelmaydigan holatda yasaladi, xo'pmi? Bu ma'miz inkor holatimiz chiqib kelmasa, o'limli so'ri bo'ladi. Yo'q, agar bu ma'miz chiqib kelsa, endi bu mana bunga tegishli bo'lib qoladi. Nimaga? O'limsiz so'ruga.
Tushuntira oldimmi sizlarga? Bu yerda yomonini qaytarib qo'yay. Mana bunday sursam sizlar ko'rishlaringiz oson bo'ladi mana. Tushuntira oldimmi? Ikkita formula yasadim. Ikkalasi ham nimadan bo'ldi? Birinchi yozgan formulam o'limli o'limsiz shaklini o'zini yasash uchun otlarni kelasi zamonga tuslash formulasi umumiy. Bu ikkinchisi esa nima bo'lar ekan? Otlarni kelasi zamonga tuslanib, so'roq shakllari, oddiy so'roq shakli, u bo'lishli so'roq shakli va negativ so'roq shakli, ya'ni bo'lishsiz so'roq shaklini umumiy yasash qoidasi bo'ldi. So'roq shakllarida o'limli shaklida ikkita qismdan ot va mana bu tuslanadigan fe'l qismidan, o'limsiz qismida esa ot, tuslanadigan fe'l va so'roq qismidan iborat bo'lar ekan. Bu qismda ham so'roq qismi mana bu joyga nima qilish kerak? Qilib kelish kerak ekan. Ikki xil holatini ko'rib chiqdim. Tushuntiradingiz-a meni? Birinchisi o'limli o'limsiz, ikkinchi yasalganim o'limli o'limsiz so'ruv uchun alohida ekan. O'limli o'limsiz so'rovlarda 3 bo'lak qismdan iborat bo'lar ekan. O'limli o'limsizni o'zida esa 2 bo'lakdan iborat bo'lar ekan. Mana bu formulamiz 2 qismdan demoqchiman. Xo'pmi? Xo'p, hurmatli o'quvchilar, endi batafsil yasashni ko'rib oldingiz, tushunib oldingiz. Mana bu joydagi men uni o'qiyman xolos. Nimani endi? Mana bunga qaratamiz fikrimizni. 2 oy sonra anne olacağım. 2 oy sonra. Nima bo'lar ekan? 2 oydan keyin ona bo'laman. Ol fe'liga yajak qo'shimchasi qo'shildi, olajak bo'ldi. Bu yerdagi ot, bu yerda anne, bu yerdagi mana mutlun o'rniga anne bo'lyapti. Kim ona bo'lar ekan? Men ekan. Tushundingizmi? Endi men o'zim ma'nosida aytyapman. Bu yerdagi bironta qiz yoki onamizning o'rniga. Tushundingmi? O'sha aytilyapti ekan. Buning uchun agar sen qo'ymoqchi bo'layotgan bo'lsak, mana bu olajak holatini sin qo'shimchasini qo'shasiz. Olajaksin to'rtlik sxema bo'yicha tuslanadi. Aytmoqchi, men bu yerda bitta narsani yozishni unutibman. O'tgan darsda yozib bergandim. Men uchun kishilik qo'shimchasi nima? Hurmatli o'quvchim, bu yerdagi bunaqamiz, qo'shimchamiz chiziq, kishilik eklarini ham yoniga yozib ketyapman. Обязательно shunga qarab qo'shiladi. Har bir kishilik eklari hammasi to'rtlik sxema asosida quriladi. Uchinchi shaxs birlik u, ya'ni o'ga o'nlarga nisbatan ko'plik qismi bo'yicha nima yo'q? Qo'shimcha yo'q. Qanaqa qo'shimcha? Kishilik eki yo'q. O'nlarda esa ko'plik qo'shimchasini qo'shish ixtiyoriy. Xohlasangiz qo'shasiz, xohlamasangiz qo'shmaysiz. Qarang. Katta I M. Bu nimani bildiradi? Kishilik qo'shimchasi men uchun. Sen uchun nima bo'ladi desangiz, sin bo'ladi. Katta I N. Hozir chiziqcha. Katta N. Mana. Ko'rdingizmi? Atengga men har bir qismini moslab ramkaga qo'yib beryapman. Ko'ryapsiz-a? Bu qaysi qo'shimchalar ekan? Kishilik eklari. Mana bunga nisbatan krestcha qilib qo'ysak bo'ladi. Krestchik. Bunda nima yo'q? Kishilik eki mavjud emas. Shuning uchun olajak qismi qolgandan keyin ol fe'li yajak qo'shimchasi orqali qo'shgan holatda tuslab bo'linsa kelasi zamonga bo'ldi. Shu joyda qolyapti hammasi. Ko'ryapsizmi? Olajak, olmayajak, olajakmi, olmayajakmi? Bo'ldi. Endi ikkinchi holatimiz birinchi shaxs birlikni ko'rdik. Birinchi shaxs ko'pligimiz nima ekan? Biz ekan. Biz uchun qaysi qo'shimcha? Is qo'shimchasi. Katta I va kichkina Z. Buni ham to'g'rilab olamiz. Ana. Faqat teparoqqa qilay, sal chiqar. Ana endi o'z holiga keldi. Siz uchun qaysi qo'shimcha? Siniz qo'shimchasi edi. Chiziqcha kichkina S, katta I, kichkina N, katta I va Z. Mana endi buni to'g'rilab qo'yamiz chizig'iga. Ko'rdingiz-a? Hammasi to'rtlik sxema. O'nlar uchun krestcha qilamiz va qavs ichida chiziqcha kichkina L, katta A va R, ya'ni larni ikkilik sxema bo'yicha o'sha qismga qo'shish yoki qo'shmaslik o'zimizga bog'liq bo'lib qoladi. Xo'pmi? Hozir bu yerga nima qo'yaman? X. Bu
aslida mavjud emas, ya'ni kishilik eklari yo'q, lekin ko'plik qo'shimchasi qo'shilish yoki qo'shilmasligi o'zimizga bog'liq. Yana qaytarib o'tdim. Xo'p, chiziqcha L katta A va katta R, kichkina R kavsni berkitamiz. Endi buni bunday surib qo'yaman, ko'rinarli qilib. Screenshot qo'yinglar. Keyin hurmatli o'quvchilar, mana yozib berganimda mana shu betini mana hali o'tkazib o'rganim yo'q, boshqa narsa qilganim yo'q. Mana shu holatini nima qiling? Screenshot qilib olib qo'ying. Foydalanish uchun kerak bo'ladi, xo'pmi? Xo'sh, tushundingizmi? O'rnakda ham o'qib berdim hali endi. Oldu qanday tuslanishini. Bu proje yarına kadar hazır olmayacak. Ya'ni bu proje yarına kadar hazır olmayacak. Bu proyekt yoki loyiha tarjimasi ertaga qadar deb tarjima qilishingiz mumkin. So'z sifatida yoki qo'shimcha sifatida ertagacha tayyor, ya'ni hazır ol fe'li. Bo'l inkor holati ma qo'shildi, ikkilik sxema bo'yicha bo'lma yajak qo'shimchasi qo'shildi. Nima bo'ldi? Bo'lmaydi degan holat bo'ldi. Kelasi zamonga tuslandi. Bu yerda otimiz qaysi? Bu yerda otimiz meni bo'yashni qilmabman. Bu yerdagi otimiz esa ma bu. Hazır. Tushundingmi? Bu yerdagi yordamchi fe'l qaysi bo'lib tuslandi? Ol qismini inkor holati. Qaysiga to'g'ri keladi bu jadvaldan desak? Ma bu olmayajakka to'g'ri keladi. Mutlun o'rniga hazırni qo'yib qo'ygan. O hazır olmayacak. Kim? Yoki kim bo'lmaydi? Nima? Proyekt. Bu yerda nima bo'ladi? U degan holatimizga to'g'ri kelayotgan qism proyekt. Ko'rdingiz-a? Mana bu qismlar orasidagi joylar esa to'ldiruvchi vazifasini yarına kadar boshqalar, mana bu qismlar esa to'ldiruvchi bo'ladi. Bu proyekt, ya'ni proyekt bu joyda o, ya'ni u. Nimaga qadar tayyor bo'lmaydi ekan? Ertagacha tayyor bo'lmaydi ekan. Tayyor qismi hozir. Mana bu yerda mutluni bilan nima bo'lyapti? O'rnini almashtiryapti. Mutlun o'rniga hozir qo'yib qo'yilgan xolos. Tushundingiz endi meni, hurmatli o'quvchilar. Atayinga batafsil tushuntirib ko'rsatib berdim mana. Hozirgi holatlar. Qolgan qismlar ham xuddi shunday. Bugungi mavzu tushunarli bo'ldimi? Agar mana shu mavzuyimiz orqali siz otlarni kelasi zamonga tuslashda batafsil tushunib olgan bo'lsangiz, men eng katta maqsadimga erishdim. Eng asosiysi sizga mana shu mavzuni tushuntirib bera oldim. Endi bundan keyingi mavzular, ya'ni sizga B1, B2, J1, J2 holatlar kerak bo'lsa, lekin hali bu videoni ko'rganingizda yuklanmagan bo'lsa, lekin siz meni qo'llab tursangiz, obuna bo'lgan bo'lsangiz, like bossangiz tinimsiz, Omad aka, ustoz, xo'jam yoki boshqa narsalar bilan yozib meni qo'llab tursangiz, bo'ldi. Keyingi videolarni nima qilaman? Joylab boraman. Tez orada shu eng uzog'i 2 oy bilan 3 oy orasida butunlay shu nimani tugataman. Turk tilini A1dan boshladim. Bu J2 darajasigacha grammatikasini xuddi shu tartibda batafsil tushuntirib, videolar yuklab, joylab tugataman. Bular kerak bo'layotgan bo'lsa, afsuski hozir sizda yo'q bo'lsa, men YouTube'ga hali joylamagan bo'lsam, nima qilasiz? Ustoz davom eting. B1ni kutyapmiz, B1 darslarida yoki B2 darslarini tushuntirishingizni kutyapmiz. J2ni kutyapmiz. Shunaqa holatlar bilan meni qo'llasangiz, xudo xolasa, doimiy ravishda chiqarib boraman videoni. Xo'pmi? Va albatta tanish do'stlaringizga, o'quvchilarga, talabalar bo'lasizlarmi? Nima qilasiz? Bu videolarni jo'natib qo'ysangiz, olam munavvar bo'ladi. Hamlaringizga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha, nasib qilsa, keyingi darsimiz 3-unit Istanbul yabanchilar dars kitobi J bo'limi bo'ladi. Hamlaringizga rahmat. O'qib o'rganishdan hech qachon to'xtamanglar.